Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umaksınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Qo'maq kichik do'stlarga sovg'a qildiq cho'chaklar. Cho'chak degan har qachon yaxshilikqa yetaklar. Cho'chak o'qib cho'ng bo'lar, ay chechan do'st sizdeklar. Kichik do'stlar yaxshimisizlar? Cho'chak anglash vaqtimiz yetib keldi. Qo'maqlarning huzuriga bugun dehqon va yilon nomli cho'chakni olib keldim. Kichik do'stlarning yoqtirib olishini umid qilamiz. Amsa diqqatinglar tuvandagi cho'chakda bo'lsin. Burunning burnusida bir dehqon etizda jaboliq amgak qilayotgan ekan. Bir yilon beshini gildang'ishtib, badanini to'lg'ab, uningga qarab asta o'milab kelib. "Hay, xo'shnam, biz bundan keyin obdan o'taylik. Bana obdanroq bir qarg'ina. Biz yaxshi do'stlardan bo'lishimiz kerak, shundaqmi, ya?" debdi. O to'xtamay ko'tildab dehqonni aldash uchun shirin shikar so'zlarni qilibdi. "Men san qandoqmi ishini? Ko'pchilikning hammasi yilonning tabiati eski deyishidi. Men yilon bilan do'st bo'lsam bo'lmaydi," debdi dehqon. "Balkim yilonlarning ko'pinchisi shundoq bo'lishi mumkin. Ammo mening yaxshi yilon ekanligimga ishongan. Bizning haqiqiy yaxshi do'st va yaxshi qo'shnilardan bo'lib qolishimizga cho'qim ishon," debdi yilon. Dehqon yilonning gapiga ishonib, uning o'z hovlisida makon ishga qo'shilibdi. Biroq shu kundan boshlab dehqonning uyidagi tuxumlar bara-bara aslabdi. Tuxumlarmi birdan yo'qolib ketibdi. Dehqon to'lib hayron qoldi. Bir kuni u yilonning hovlida nimadir bir ishlarni qilayotganligini ko'rib, asta berib qarab yiqibdi. Aslida bu yerginishdagi yilon uning cho'jilarini yeyotgan ekan. Dehqon qattiq g'azablanibdi. "Hey, mana bu mening yaxshi do'stim. Mana bu mening yaxshi qo'shnim," debdi. Yilon qo'rqib ketib, dehqonni qattiq chiqibdi. Dehqon og'riq chidamay to'lab ketibdi. Uning qo'shnilari yugurib kelib, yilonni urib qo'g'laydi-da, dehqonga qarab, "Esingda bo'lsin, yilonning tabiati hargiz o'zgarmaydi," debdi. Yilon keyin yana qaytib kelibdi. U dehqonga, "Men qasroq tashlab, yangi chiroyli kiyim kiyib, yangicha yilon bo'ldim. Menga ishon. Men burunqi men emas," debdi. Bu qitim dehqonning kallasi intayin sagak bo'pti. Yilonning gapiga ozroq ishonmabdi. U yilonning yana o'zini aldamoqchi ekanligini bilib, qattiq g'azab bilan, "Razil ablah, obdanroq angla. Garchi sen kishini qaymoqtirib chiroyli yasinib olgan bo'lsangmi, biroq meni qaymoqtira olmaysan. Chunki sening qalbingda hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Sening tiningda yanada zahar to'lib turibdi. Sening boshqa turib o'ylayotganing yanada qanday qilib boshqalarga ziyon yetkazish. Hey, men qandoqmi sendek bir zaharli qurt bilan do'st bo'laman?" debdi dehqon yana o'zini to'xtatolmay. "O'tgan yili sen oldinib tuxumimdimi, mekinimdimi quruq qoldim. Hatto jinimdimi ayrilib qolgan tas qoldim. Agar mening qo'shnim, mening haqiqiy qo'shnim meni qutqizmagan bo'lsa, balkim burun sening qo'lingda o'lgan bo'lardim. Shunga men sen qilchi rahim qilmayman," debdi dehqon. Gapini tugitib, qo'lidagi paltisini egiz ko'tarib, qilchi rahim qilmay yilonni bir chepib, ikki parcha qilib yetibdi.
Kichik do'stlar, bu hikoya bizga nimani tushuntirib berdi? Qarmoqqa intayin salobatlik, chiroyli so'zlarni qilgan, shirin shekar so'zlarni qilgan odamlarning hammasining yaxshi bo'lib ketishi notayin ekan, shundaqku? Yana shuni bilishimiz kerak, biz har vaqt o'zimizning innovativ diqqat qilishimiz ham boshqalarga ishonch berish uchun lazimiz turishimiz kerak ekan. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mishada oxirlashdi. Atigi mush vaqt ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Chehri nurli, so'zi tatli, o'zi aqlli qo'moq kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bizning cho'chaklar dasturxonimiz hozirla ichilish oldida turyotidi. Qanday cho'chaklarni olg'alar kelyotidi o'moq do'stlar? Bugun sizlarga tog' yarisi saqiyar, til yarisi saqaymas nomli cho'chakni olib keldi. Bu cho'chakdan sizlar zodi qanday hikoyalar chiqadiganini qisqatamsizlar o'moq do'stlar? Amsa diqqatinglar tuvandagi cho'chkimni bo'lsin. Burungi zamonda bir o'tinchi buvay o'tgan ekan. Buvay bir kuni jangalda ketib etib, bir iyiq kuchkining cho'nqur o'rak tushib ketganligini va chiqolmayotganligini ko'rib qopdi-da, uni o'rakdan chiqarib qutqizib qo'ymoqchi bo'pti. Ham kuchib uni o'rakdan chiqarib qo'yibdi. Balasini o'rakdan chiqarishning amalini topolmay yurgan ona iyiq bu ahvolni ko'rib naydi xo'shal bo'pti va buvayning yoniga kelib, beshini egib turib, sen bek yaxshi ekansan.
Bek hoş buldum. Yaxşılıqını mən ölgüç unutmayman. Rahmet, biz ömürlük dost bop qalaylı. Depti. Buvaymu onun sözge ma'qul boptu. Şunun bilan har qaysi o'z yo'liga ravon boptu. Kunlarning bir kuni buvay yana jangalga o'tinga kepti. Aylanib yurib, qo'yiq bir jangalning ichida yana bir iyiqni ko'rib qapti. To'xta, debdi. Yuragi dupildagan buvay ichida. Yetib o'lgicha, itib o'l degan gap bor. Bekardan bekar onun yem bo'p yurmay yana. Deginicha asta yaqin birib paltini bir atgan ekan, palta iyiqning qoq beshig'i tegibdi. Ham shu hamon iyiqning beshidan qon shuqrab eqibdi. Iyiq ochiqida o'tinchiga qarab shundoq etilibdi-da. Buvayni ko'rib o'rnida taqqida turib qapti. Buvaymo iyiqni ko'rib tonib oldiga yugurib berib, o'qishmaslikdan qilib qo'ygan ishiga o'kinib, apu so'rabdi. Iyiqmo kechirib etibdi. Ikkisi ko'rishgandan keyin iyiq buvayni usiga boshlab opirib, mevalar bilan rosa mehmon qilibdi. Atsi buvay qaytmoqchi bo'pti. Iyiq xo'shlashib etib, o'qishmaslikdan bo'lgan ishlardan xijil bo'p yurmagan. Sening yaxshiligingni men hargiz unutmayman. Navoda beshingga kun tushib qolgudek bo'lsa, meni topqin. Debdi. Ikkimiz ikki dunyolik og'ayni bo'p qoldik. Ikkimiz nayt yaxshi do'stlardan bo'p qoldik. Shunchalar ishni ko'nglingga olmay, yana shundoq yaxshi mehmon qilganingdan bak xursand bo'ldim. Rahmat og'ayna. Lekin teniqing shunchalik sezganki, kecha seskinib, uxlayolmay tongni aran otqizdim. Deb menib ketibdi. Kunlar o'tib, oylar o'tib, buvay jangalga kelib iyiq bilan yana uchrashibdi. Buvay yugurib kelib iyiq bilan ko'rishgandan keyin, "Voy odishim, qandaqroq bo'p qolding? Iliq palti tekkan yer saqaydimi?" debdi. Shu chaqda iyiq, O yerga allaqachon saqayib ketdi, lekin sening iliqi teniqing sezq ishgan degan gaping hech yuragimdan chiqqani yo'q. Çünkü konular tık yarısı saqayar, til yarısı saqaymas deb chiqqan do'stim. deb javob beribdi. Omaq kichik do'stlar, bu cho'chak bizga nima deydi? Kishilarning aybini aytish bilan emas, balki o'z aybini tuzash bilan bo'lgan odam eng esil odamdir. Birovning ko'ngliga g'ubar etadigan so'zni nima deb qilasan? Uni qo'yg'in. Uning dushmani desin, chunki ko'ngilni og'ritish, boshqalarning ko'nglini ranjitish hamon dushman o'niridir. So'zing qolg'usidir, sendan yodikor, xorliqingga sabab qilmagan zinhor. Kichik do'stlar, bu ibratli cho'chak bizga boshqalarning diliga so'zimiz orqali hargiz azor bermayli, boshqalarni ranjitmayli demaychi, shundaqmi? Bugungi bu esil ibratli cho'chkimiz mishada oxirlashdi umoq do'stlar. Ertki mush vaqt ko'rishaylik. Cho'chak anglashni unutib qolmanglar. Aqlliq chechanlar. Xayr xo'sh.